والصلاة والسلام قلبي على أشرف نور. المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nafsni poklash darslaridan birodarlar al-vajd martabasini o'qiyotgan edik, davom etamiz. O'tgan darsimizda sahobalarni ko'rsatgan qahramonliklari, buyuk ishlari haqida suhbat qildik. Davom etamiz. Ana shu al-vajd qalbida saodat shuurlarini his qilishligi ularni mana shunday insonni aqli bovar qilmaydigan darajada ulug' ishlarni qilishlikka turtki bo'ldi, quvvat bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmon qo'shinni qurollantirishlik uchun infoq qilinglar deganlarida uyidagi hamma boyligini olib kelib o'rtaga qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz: "Ey Abu Bakr, oilangizga ham bir narsani qoldirib keldingizmi?" deganida, "Ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulini roziligini qoldirib keldim uyimga." Ya'ni hamma narsasini ko'tarib kelib tashlashlikka nima majbur qildi? Ana shu qalbidagi al-vajd, saodat shuuri, saodat hissi. Suhayb ar-Rumi bu kishi Makkaga kelgin edi. Rasulullohning sahobalari Madinaga hijrat qilishni boshlaganlarida bu kishi ham hijrat qildi. Makkaga kelganida quruq kelgan edi, hech narsasi yo'q edi. Lekin shu yerda yashab, moli davlat orttirib, boy badavlat bo'ldi. Hijrat qilib chiqib ketayotganida Quraysh mushriklari yo'lni to'sib olishdi. "Sen bu yerga kelganingda hech narsasiz kelgan eding. Endi boy badavlat bo'lib chiqib ketasanmi? Seni hech qayoqqa qo'yib yubormaymiz. Seni hibs qilamiz." Shunda Suhayb roziyallohu anhu ana shu Makkadagi hamma boyligini berishligi va shuni evaziga qo'yib yuborishligini ulardan talab qildi. Ular ko'nishdi. Falon joyda deb aytdi. Borib o'shada ekanligini bilishganidan keyin qo'yib yuborishdi. Bori burdini berib hijrat qilib ketyapti. Nima majbur qildi u kishini bu ulug' ishni qilishlikka? Ana shu biz aytayotgan qalbidagi saodat hissi. Madina Munavvaraga shunday qilib kelganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali u kishi nima bo'lganligini aytib bergani yo'q. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga mana shunday bir karomat qilib, mo'jiza qilib aytib berdilar. Aytdilarki: "Robihal bay'u ya Abu Yahya." Ey Abu Yahyo, savdo foydali bo'ldi. Savdo foydali bo'ldi dedilar. Hamma narsasidan voz kechishligi juda oson bo'lyapti. Nima uchun? Qalbida boyagi biz aytayotgan saodat shuuri bor. Agar iymon insonni qalbini egallasa, chin akamiga, agar inson iymon halovatini totib ko'radigan bo'lsa, uni mazasini nimaligini tushunsa, dunyoni hamma zeb-u ziynatidan osonlik bilan voz kecha oladi. Aytyapmiz-ku, mansabdor odam, lekin shu ishlayotgan ishini ko'p qismi Alloh norozi bo'ladigan ishlar bilan bo'lganligi uchun mansabidan ketish kerak bo'lganda, agar iymonni mazasini totib ko'rgan bo'lsa, shart tashab ketadi. Vaholanki bu o'rinda egallashlik uchun qancha xaridor turibdi, har qancha sarf xarajat bo'lsa qilaman deb shu kursini egallayman deb turibdi, ammo bu odam osonlik bilan voz kechyapti. Nima uchun? Qalbida ana shu saodat shuuri bor. Alloh taolo aytadi: "Va robatna ala qulubihim." Biz ularning dillarini quvvatlantirdik. Ya'ni ularning qalbiga muhabbat o'rnatib qo'ydik. Ularning qalbiga haqiqatni o'rnatib qo'ydik. Ularning qalbiga sakinatni joylab qo'ydik. Shuning uchun ular mana shunday ulug' amalni qilishlikka qodir bo'lishdi. Agar sahobalarning hayotini o'qiydigan bo'lsak, ha, ular ham odam bolasi bo'lganmi deb olasiz. Ha, ular ham odam bolasi. Lekin hamma odamlarda emasda. Ularni boshqalardan ajratib turgan narsa nima edi? Alloh ularning qalblariga o'ziga bo'lgan muhabbatni joylab qo'ygan edi. Qalbida saodat shuuri bor edi. Iymon halovatini, haqiqat nurini, xotirjamligini ato qilib qo'ygan edi. Mana ana shu Kaf surasidagi yigitlarning qissasiga qaytadigan bo'lsak, bu yigitlar saroydagi zodagonlarning farzandlari edi. Hayoti juda ham bir havas qilinadigan, to'kin sochin,
kayf safo, huzur halovatdagi hayot edi. Lekin ular mana shunday bir huzur halovatlik, mo'l ko'l hayotini tark qilib, sovuq, zax bo'lgan g'orga chiqib ketishlikni afzal deb bilishdi. Astagfirullah. Va rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu robbuna robbus samawati val ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata. Biz deydi Alloh taolo, ularning dillarini, iymonlarini quvvatlantirdik. O'shanda ular zolim podshoh qarshisida turib dedilar: bizning Parvardigorimiz osmonlar va yerning Parvardigoridir. Bizlar undan o'zga biron ilohga hargiz iltijo qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Mana g'or egalari, ashobul kahf. Ana shu qalbidagi saodat shuuri bor, qalbida sakinat, xotirjamlik bor. O'shuning uchun huzur halovatdan shunday voz kechib, chiqib g'orga kirishib olyapti. Alloh taolo ularga karomatni berdi. 309 yil uxlashdi. 3 asrdan keyin 4-asrga borib uyg'onishdi. Shuning uchun qalbingizda Allohga bo'lgan muhabbat birinchi o'rinda tursa, muhabbat. Allohni rozi qilaman degan bitta g'amingiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh sizga ham karomatni beradi. Boshqalar qo'rqib turganda siz qo'rqmaysiz. Boshqalar siqilib turganda xotirjam bo'lasiz. Boshqalar yetolmay turganda Alloh sizni yetkazib qo'yadi. Bu karomat deyiladi. Oriflardan biri aytganidek, agar podshohlar bizni holatimizni qanaqa ekanligini bilishganida edi, ana shu ahvol, ana shu holatni, huzurni tortib olish uchun biz bilan jang qilishgan bo'lar deydi. U sakinat, u halovat faqat mo'minning qalbida bo'ladi. Allohni tanigan, Allohga muhabbati bor mo'minning qalbida. Alloh sendan rozi ekanligini his qilishing, Alloh mendan rozi bo'lyapti degan narsani his qilishing. Bu shunaqa bir huzur, halovatki, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Mana shu his saodat hissi, al-vajd, har qanaqa mashaqqatni ko'tarishlikka sabab bo'ladi. Toatlarga sabr qiladi, shahvatlarni yengishlikka sabr qiladi. Saratonda roza tutamiz. Mashaqqat-a? Mana shuni his qilganmiz biz ham. Mashaqqat, chanqaganmiz, 14 soat, 16 soat roza tutamiz. Lekin ana shu chanqog'ingiz, ana shu qiylanayotganligingizdan Alloh rozi bo'layotganligini his qilasizda, bu mashaqqat emas, huzur halovat bo'ladimi? Aytdik-ku, al-vajd nima desa, qalbda o'z-o'zidan bir paydo bo'lib, bir ketib qoladigan narsa. O'sha vajd qalbimizda paydo bo'lganda ko'zimizga yosh keladi. Safarda yurgan yosh yigit bo'ydoq. Qarshisida bir ayol avratlari ochiq, o'zini unga ko'z-ko'z qilib turibdi. Fahshga chaqirib turibdi. Ha, bu bolada ham, bu yigitda ham ayollarga bo'lgan rag'bat bor. Ammo uni ana shu zinoga yurishidan nima to'siyapti? Nimaga teskari qarab olishlikka quvvat yetyapti? Chunki bu yigitda iymon degan, iymon halovati degan quvvat bor. Uni totib ko'rgan. Agar unga qarasa, ana shu zinoga bir qadam qo'ysa, mana shu halovatni yo'qolib qolishini biladi. U halovatdan ajralishni xohlamaydi, shuning uchun teskari qaraydi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. U kishi iymonga kelganida onasi qarshilik qilib turadi. Sa'd roziyallohu anhu onasiga juda ham mehribon, yaxshi farzand bo'ladi. Onasi ultimatum qo'yadi. Yo Muhammadga kofir bo'lasan, dinidan qaytasan, yo men ovqat yemay qo'yaman, suv ichmay qo'yaman, ochimdan, chanqog'imdan o'laman, sen nomusga qolasan dedi. Nima dedi Sa'd roziyallohu anhu? Onajon dedi. Bu hali bitta joningiz ekan dedi. Agar joningiz 100 ta bo'lib, kunda bittadan chiqib kelsa ham, Muhammad alayhisalomga kofir bo'lmayman men dedi. Xoling ovqat yeng, xoling ovqat yemang dedi. Ularni mana shunday bir quvvatli bo'lishlikka sabab biz aytayotgan saodat shuuri. Bugungi mavzuyimiz al-vajd. Agar qalbing al-vajdga, saodatli shuurlarga to'lishini xohlasang,
iymon halovati nima ekanligini totib ko'rishni xohlasang, buni bir yo'li bor. O'sha yo'lni ko'rsatib beramiz. Avvalo Allohga itoat qil. Allohga itoat qilmagan odam qalbida bu shuur bo'lmaydi. Birinchi yo'li nima ekan? Allohga itoat qilamiz. Mana shu narsani o'zi seni qalbingga saodat olib keladi. Ana shuna biz ismini zikr qilgan ulug' insonlar, sahobalar, tobiinlar, ulug' insonlar, ummatning ulug'lari. Alloh ularning qalbiga shu shuurni solib qo'yganligi uchun ana shunday bir ulug' ishlarga qodir bo'lishdi, dunyoni hashamatini tanlashmadi. Qarang, Suhayb Rumi necha yil yashab to'plagan moli, boyligi bo'lsa, shunday berib keta olyapti. Xotirjam. Nima quvvat berdi unga mana shu ishga? Qalbidagi saodat shuuri. Al-Vajd, saodatli shuurlarning martabalari. Al-Vajdning 4 ta martabasi. Mana endi bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Birinchi martabasi tavajjud. O'zini o'shinday qilib ko'rsatish. O'zini ana shu saodatli shuurlarni his qilayotganday qilib ko'rsatish. O'zi yo'q. Arab tilida mana tafaul vazni bor. Sarf fanida tafaul vazniga fe'l o'zida bo'lmagan sifatni, holatni bor qilib ko'rsatish uchun kirgiziladi. Masalan, tabaki o'zini yig'layotgan qilib ko'rsatish. O'zi yig'lamayapti, yig'layotgan qilib ko'rsatyapti. Demak, al-vajdning birinchi martabasi tavajjud. O'zida mana shu saodatli shuurlarni bordek qilib ko'rsatish. Asli yo'q. Bu eng zaif martaba. Ulamolar bu martaba haqida ixtilof qilishgan. Ba'zilari bunday qilish mumkin emas desa, ba'zilari mumkin deyishgan. Ba'zilari maqbul desa, ba'zilari nomaqbul degan. Endi agar o'zingizda mana shu shuurni bordek qilib ko'rsatishdan maqsad odamlarni maqtovi bo'lsa, bu mumkin emas. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'ladimi? Rostdan shuni his qilayotgan odam bilan hazakamdan shunaqa his qilayotganda ko'rsatgan teng bo'lmaydi-da. Agar bu tavajjuddan maqsad ana shu vajdning, al-vajdning haqiqatga yetish bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu nima niyatda qilayotganingizga bog'liq. O'zini ta'sirlangan qilib ko'rsatishi, yig'layotgandek qilib turishi, ko'zini yumib olishi bu tavajjud deyiladi. Yana qaytaramiz, agar bundan maqsad odamlardan maqtov eshitish bo'lsa, mumkin emas. Agar bundan maqsad o'sha martabaga haqiqatan yetish uchun harakat qilayotgan bo'lsa, bu mumkin bo'ladi. Misol, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning tavajjudi. Badr kunida mushriklardan asir tushdi. Va Rasululloh sahobalarga maslahat soldilar, nima qilamiz? Umar ibn Xattob qatl qilaylik bo'ladi hammasini dedi. Abu Bakr Siddiq, yo'q, nima bo'lsa ham o'zimiz urug'larimiz, ulardan nima qilaylik? Jizya olib qo'yib yuboraylik dedi. Va mana shu qarorni Rasululloh ma'qulladilar va bu qaror noto'g'ri edi. Ertasi kuni Rasulullohning oldiga Umar ibn Xattob kelsa, Rasululloh va Abu Bakr Siddiq yig'lab o'tirishibdi. Umar ibn Xattob qarab, "Nima yig'layapsizlar?" dedi. "Xabar qilinglar. Agar yig'i topsam yig'layman. Agar topa olmasam, o'zimni yig'laganga solib turaman men ham" dedi. Mana tabaki. Yig'i yo'q, lekin siz yig'lagan uchun men ham yig'laganga o'xshab turaman deyapti. O'zida yo'q, nima qiladi? Bor qilib ko'rsatadi. Demak, bu martaba bir tomondan maqbul, ikkinchi tomondan nomaqbul. Endi Umar ibn Xattobga bu ishda Rasulullohga ergashishlik turibdi-da. Yig'lagiz kelmasa ham, yig'layotganda ko'rsatayotganligi Rasulullohga ergashish bo'ladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob uchun bu holat ma'qul bo'laveradi. Mana shu o'zida yo'q bo'lgan narsani bor qilib ko'rsatish deydi, bugun ko'proq gaplashamiz. O'zi yo'q. O'zi yuragi siqilib turibdi hali mehmonni ko'rib. Qanaqa qilasiz?
karam, saxovatli, mehmondo'st odamdaqa bo'lib ko'rinasiz. Rasululloh aytganlar: "Innamal ilmu bit-ta'allum va innamal hilmu bit-tahallum va innamal karamu bit-takarrum." O'zi asabingiz tarang, nervli odamsiz. Tabiatingiz borish shu. Lekin dini sizni halim bo'lishga buyuradi. Shuning uchun o'zingizni halim qilib ko'rsatasiz. O'zi jahldorsiz. Sal narsaga asabingiz o'ladi, fe'lingiz tor, lekin dada bo'lganingiz uchun, qaynota bo'lganingiz uchun qanaqasiz? Xo'jayin bo'lganingiz uchun majbursiz o'shunday qilib ko'rsatishga. Ichingizda o't yonib turibdi, vulqon otilib turibdi, ammo o'zingizni bosiq qilib ko'rsatasiz. Nafsiz qil deb turgan ishni qilmaysiz. Mana shu narsa tahallum deyiladi. Asabi tarang, jahli chiqib turibdi, so'kkisi kelyapti, baqirgisi kelyapti, lekin o'zini bosib turibdi. Mana shu tahallum o'zida yo'q, lekin bor qilib ko'rsatish. Halim qilib ko'rsatishlik. Lekin sekin-sekin, asta-sekinlik bilan, asta-astalik bilan mana shu tahallumni o'zingizni shu bir halim qilib ko'rsatishlikni davom ettirib boraverasiz. Sekin-sekinlik bilan bu holat sizni tabiatingizga aylanib qoladida, halimlik sizni asl tabiatingiz bo'lib qoladi. Masalan, o'zi baxilsiz, mumsiysiz, hech ham pul bergisiz kelmaydi. Hamma tashaganda tashaysiz. Bergisiz kelmay turganda berasiz. Sekin-sekinlik bilan berib turib, berishlik tabiatingizga aylanib qoladi. Shu etapdan o'tgan odamlar o'tiribdi ichimizda. Bir paytlar o'lgudek qurumsoq edi. Lekin vaqt o'tib, qo'li ochiq, saxiy odam bo'lib ketdi. Muhimi o'sha tomonga qarab qadam bossin. Avvaliga iskustvenniy, sun'iy halimlik bo'ladi, keyin bu tabiatingizga aylanib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'rgatib, mana hadisda aytdik. Innamal hilmu bit-tahallum. Halim bo'lishlik asta-sekin halim bo'lishlik bilan bo'ladi. Innamal karamu bit-takarrum. Albatta saxovatli bo'lish at-takarrum. Asta-sekinlik, saxiy bo'lishlik bilan bo'ladi. Ozginadan sekin-sekinlik bilan. Uzoq yerdan uyingizga mehmon keldi. Birinchidan mehmon kutmayapti. Ikkinchidan ko'pam mezbonlikka xushingiz yo'q. Tabiatingizda yo'q. Suyormisiz bu ishni. Lekin nima qilasiz? Iloji yo'q, eshik tagida turibdi-da. Kutib olasiz, ziyofat qilib berasiz. Bir marta majbur qilasiz o'zingizni, ikki marta majbur qilasiz. Sekin-sekinlik bilan shu narsa tabiatingizga aylanib qoladi. Tavajjud. O'zida u his bo'lmasa ham bordek qilib ko'rsatishlik keyinchalik al-vajdni keltirib chiqaradi. O'zingizni mana shunday qilib ko'rsatishingiz riyo uchun, sum'a uchun bo'lsa mumkin emas. Agar haqiqiy al-vajd martabasiga yetish uchun bo'lsa, bu maqbul bo'lgan amal bo'ladi. Demak, al-vajdning birinchi martabasi nima bo'ldi? Tavajjud. O'zida yo'q narsani ham bordek qilib ko'rsatishlik. Ikkinchi martabasi al-mawajid. Saodat, halovat. Qur'on tilovat qilib, qalbingizda saodatni his qilasiz. Zikr qilib, rohatlanasiz. Sajdada chin qalbdan duo qilib, Allohga yaqinlikni his qilasiz. Aytasizki, sajdada turib Parvardigor o'zingni saqlagin. O'zing ishimni o'g'lagin. O'zing to'g'ri yo'lga boshlagin. Nafsimni yengishga o'zing yordam bergin. Parvardigor, hamma narsadan voz kechib bitta senga suyanyapman. Haqiqiy duo bilan saodatni his qilasiz. Haqiqiy zikr bilan saodatni his qilasiz. Haqiqiy tilovat bilan saodatni his qilasiz. Bu al-mawajid. Toat va ibodat zikrlarining natijasi. Tevada yo'g'ini bordek ko'rsatish bo'ldi birinchi martabada. Ikkinchisida bu narsani his qilasiz endi. Qachon his qilasiz? Ko'p zikr aytsangiz. Ko'p namoz o'qisangiz, ko'p tilovat qilsangiz. Ikkinchi martaba al-mawajid qilayotgan toat ibodatlaringizda natijasi bo'ladi. Uchinchisi al-vajd. Al-vajd qalb amallarining samarasidir. Qanaqa bo'ladi u? Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rsangiz.
Alloh uchun berib, Alloh uchun man qilsangiz, siz iymon halovatini totibsiz. Qalbning amallari bor. Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfirullah. Qad aflahal mu'minun. Tahqiq mo'minlar najotga yetishdi. Qaysi mo'minlar? Alloh taolo oyatda ularning sifatini bayon qiladi. Alladina hum fi solatihim khoshi'un valladina hum anil lagwi mu'ridun. Qaysi mo'minlar najotga yetdi? Ular namozlarida qo'rquv, umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Qarang, namozida qo'rquv bilan turadi, bema'ni, lag'v bo'lgan so'zlardan, amallardan o'zlarini tiyadi. Dunyodan yuz o'girib oxiratga iqbol qiladi. Mana shu amal qalb amali deyiladi. Qalb amali to'g'ri bo'lsa, insonning qalbida al-vajd martabasi paydo bo'ladi. Haqiqatan o'zini saodatli his qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Ey yigitlar, ertalab turib mana shu shuurni his qilishingiz keraksiz. Chunki uyg'ondingiz, tiriksiz, o'zi yutuq. Aql hushingiz o'zingizga keldi, yutuq. Taningiz sog', yutuq. Yurtingiz tinch, yutuq. Boshingizda tomingiz bor, yutuq. Bir kunlik ovqatingiz bor. Siz eng baxtli odamsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man bata minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi, va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Mana shu narsa hammamizda bor. Kim o'zini to'shagida xotirjam tong yottirsa, demak uyi bor, tinchligi bor yurtida. Mu'afa fi badanihi, tanasi sog'lom bo'lsa, va indahu quta yawmihi, o'sha kunga yetadigan ovqati bo'lsa, eng boy odam shu, eng baxtli odam shu deb Rasululloh aytayaptilar. Bormi shu narsa bizda? Biz ertalab uyg'onib o'zimizda mana shu al-vajd, saodat hissini topishimiz kerak. Biz baxtli odamlarmiz. Kimda mana bu 3 ta narsa bor bo'lsa, tahqiq iymon halovatini topibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli u uchun hamma narsadan sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytishlikni, o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Mana shu odam iymonda halovatini totibdi. To'rtinchisi, al-vujud, topishlik. Birinchisi tavojud, mavajid, al-vajd, al-vujud. Allohni topishlik, Allohga yetishlik. Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishlik. Har bir narsada Allohni ko'rish. Har bir narsani orasida Allohni ko'rish. Har bir narsani ustida Allohni ko'rish. Har bitta maxluqning qo'li Allohning qo'li ostida ekanligini ko'rish. Televizorda qo'yasizlar, tabiat manzaralari. Aynidaqa ko'ryapsiz. Dengiz ostidagi hayvonlar, baliqlar, ko'katlar, qushlarni ko'rsatganda har bitta narsani ko'rganingizda Allohni ko'rasiz shu yerda. Ma'qulmi? Ertalab turasiz bomdodda, qushlar chiriq-chiriq qilib rosa sayrayapti. Kimdir qushlarni sayrayotganini eshitadi, kimdir Alloh taoloning nomini ulug'lab aytilayotgan tasbihni eshitadi. Kimdir katta shorsharani oldiga boradida suvni shovqinini eshitadi. Endi kimdir Alloh taologa tasbih aytayotgan suvning ovozini eshitadi. Kimdir o'zini birga kirgan bolasini shunday qo'liga oladida bolasini ko'radi. Kimdir Alloh taoloning qudratini ko'radi. Har bir maxluqning ustida, oldida, orqasida, orasida Alloh taoloni ko'rishlik. Qayerda bo'lsa ham Alloh siz bilan birga ekanligini ko'rishligingiz. Qayoqqa yurmang Allohga duch kelishingizni ko'rishligingiz. Mana shu tavofning oxiri. Mana shu finish. Shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, sizda al-vajd degan his, shuur bor. Birinchisi at-tavajjud. O'zida mana shu shuurlarni his qilgandek qilib ko'rsatish, saodatli qilib ko'rsatish. O'zi yo'q.
Ikkinchisi, al-mawajid, saodatli shuurlar, saodat, halovat. Bu toat, ibodat va zikrlarning natijasi. Uchinchisi, al-vajd, qalb amallarining samarasi. Allohning muhabbatini qalbing bilan his qilishi. Al-vujud, to'rtinchisi, topishlik, Allohga yetishlik. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing unga. Endi Allohni garchi ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.